Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Asia School maktabiga mehmonimiz bor. Albatta Gavhar opa bizada huquq bo'yicha o'qituvchilar va Gavhar opani farzandlari Osiyo chempionatida chempionlikni qo'lga kiritgan va bugungi videomiz ham o'z-o'zidan Gavhar opamni nima deydi? O'sha o'g'illar chempion bo'lganini hisobiga o'sha hayajonlarini va chempion o'g'illardan qanday qilib chempionlikka erishganligi haqida qisqacha taassurotlarini va ma'lumotlarni o'rganishga harakat qilamiz. Gavhar opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, xudo o'quv yillari ham yaqinlashib qoldi. Rahmat. Sizga mana shu mustaqillikni 31 yilliga qo'shaloq o'g'lingiz mana yaxshi bir sovg'a olib ketdi. G'oliblikni qo'lga kiritib chempion bo'lib ketdi. Albatta bu har bir ota-onani orzusi desa ham bo'ladi, yutug'ini ko'rish. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirsangiz va keyin o'g'lingizni chempionligi haqida taassurotlaringiz. Assalomu alaykum. Avvalo hammaga. Men Asia School maktabida mana 3-yil huquq fanidan dars bermoqdaman. Bu yilgi mustaqilligimizda bayrami o'g'limda oltin medal o'sha Osiyo bolalari xalqaro o'yinlarida 7-xalqaro o'yinlarda oltin medal olib kelgani bilan juda ham quvontirdi 2 karra. Aslida o'g'lim mana 7 yil, 8 yildan beri boks bilan shug'ullanadi. Nafaqat bolani qo'llab-quvvatlash kerak. Bu bitta odamda mehnati emas. 3 taraflama, 4 taraflama desa ham bo'ladi. Avvalo shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga tashakkurlar aytamiz va mana shu sharoitlarda ota-ona, trener va sportchimiz birgalikda ishlasagina natijaga erishishi mumkin. Albatta har taraflama bunday muvaffaqiyatga erishish juda ham qiyin bitta taraflama. To'g'ri. Shuning uchun trenerda ham, ota-onani ham va o'g'limda ham bu yerda hissasi bor deb o'ylayman. O'g'lingiz o'zi yoshligidan qiziqarmi sportga, qanday boksga o'zingizmi yo'naltiringiz? Odatda onalar nima deydi, yumshoq tabiat farzandini avaylaydigan bo'ladi-da. Lekin boksga qo'yishi, mana hozir yonida turib xursand bo'lib o'tiribsiz. Qanday bo'ldi bu jarayon? Yo dadalarimi xohladi bokschi bo'lishini? Avvalo farzandlarim asosan o'g'illardan iborat bo'lgani uchun hammasi o'g'il farzandingiz? Deyarli 3 ta farzand o'g'lim va bitta qizim bor. Farzandlarim hammasi juda ham yoshlikdan sho'x bo'lishgan, o'sha harakatchan bo'lishgan va dadasi bu sport turiga qo'yishiga sababchi bo'lgan. Lekin undan oldin farzandim boshqa sport turlari bilan shug'ullanib yaxshi natijalar olib kelardi. Lekin mana shu boksga xo'jayinim o'zi o'sha dadasi sababchi bo'lib qolgan. Hech qarshilik qilmadingizmi? Yo'q, qarshilik qilmaganman. Sho'xligi o'sha yerda bosasin deb nima qilgandirsizlar? Chunki o'g'lim o'sha shunga mos edi, o'sha sport yo'nalishida ketadigan xarakterli bola edi farzandlarim. Shuning uchun ham navbatdagi savolim masalan o'g'lingiz o'sha masala emas, o'g'lingiz mana o'sha chempion jarayonida ringga chiqqanda qanaqa bir hayajoningizni aytib bering. Chunki jigaringiz o'sha Osiyo chempionatida o'sha ringga chiqyapti va musobaqa o'yinlar boshlandi. Endi ringda jang qilyapti. Sizda hayajon, o'sha hayajonda aytib bersangiz. Albatta har bir ota-onada hayajon bo'ladi. Jonli efirda ko'rayotgan paytimizda men shunday onaman, kerak bo'lsa har bir musobaqasiga borardim. Rayonga bo'lsa ham borardik. Orqasidan yurardim. Ona bo'lishiga, ayol bo'lishiga qaramay, keyin qo'llab-quvvatlardim-da, har taraflama qo'llab-quvvatlardim. Boyagi jangda bo'ladigan xatolarini har jangda o'g'lim so'rardi, "Aya, qayerdadir xato qildimmi? Qanday tushdim? Yaxshi tushdimmi?" deb albatta so'rardi. Shunda o'g'lim mana bu yerda sal kuchsizroq jang qilding, sal anaqa yeb qo'yding, zarb yeb qo'yding deb xatolarini to'g'rilardim va o'shanga o'rganib qolganmiz biz. Kirishib ketamiz. Buni faqatgina o'sha paytda to'g'ri Xudodan faqat yutishini so'rayman. Lekin o'sha raqibiga yutqazib qo'ymaslikda albatta so'rayman. O'g'lim orqaga yur, udar o'tkazib qo'ymagan, mana shu hayajonda ko'rib o'tiramiz. Albatta o'sha jangini ko'rmasam ko'nglim joyiga tushmaydi.
12 raund biz ham ringdamiz deydi. Ha, o'sha raundlarda biz ham o'sha birgalikda tushamiz his-hayajon bilan. Aslida siz ham qaysidir ma'noda ustozi, trener ekansizlar. Kamchiliklar bilan siz bilan o'rtoqlashadi. Tushundim. Yaxshi. Endi o'g'lingizdan ham eshitsaylik, o'zlarini qisqacha tanishtirib, o'sha Osiyo chempioni bo'lish uchun nimalar qilish kerak, o'shalar haqida qisqacha aytsa va tengdoshlariga ham qaysidir ma'noda bir motivatsiya bo'lar degan umiddamiz. Marhamat, o'zingizni qisqacha tanishtirib. Avvalambor assalomu alaykum. Men Miron Shohnur Qosimov. Osiyo bolalar nomli 7-xalqaro turnirning musobaqa ishtirokchisiman. Sportning boks turi bo'yicha 52 kilogramm vaznda oltin medali sohibi bo'ldim. Musobaqa jarayoni juda qiyinchilik va qizg'in pallada o'tdi, lekin biz bunga qaramasdan asta-asta raqiblarimiz ustidan g'alaba qozonib keldik va bunda ota-onamizga, murabbiylarimizga va bizni qo'llab-quvvatlab turgan O'zbekiston ahliga, delegatsiyamizga, boks federatsiyamizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va alohida aytib o'tganimizdek, Aziya School maktabiga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Musobaqa jarayoni, final jarayoni juda hayajonli, qanday desam bo'ladi, musobaqa hayajonli va muxlislar tovushlari degandek hayajonli o'tdi. Raqibga qanaqa uslubda harakat qilish kerakligini, qanaqa uslub unga o'tishini qiyin bo'ldi, lekin bunga qaramasdan biz vatanimiz bayrog'ini ko'kka ko'tarib oltin medali sohibi bo'ldik. Endi mana shu medallaringiz haqida, mana bir qancha medallaringiz bor ekanda. Shular haqida qisqacha gapiringiz. Bu qayerda, bu qaysi jangda olgansiz? Bu chiroyli, eng chiroyli shu ekan, men aktyorga o'xshab turibdi. Eng chiroyli ekan. Qayerda olgansiz? Bu 2022-yil Osiyo chempionatida Iordaniyada bo'lib o'tgan musobaqada. Iordaniyada bo'lib o'tgan. Unda bu qanaqa? Bu kumush medal sohibi bo'lganman. Bunisi-chi? Bu ham kumush. Bu qaysi? O'zbekiston chempionati? O'zbekiston chempionati. O'zbekistonda bo'lgan-da. Bu 2020-yil. Odatda 3-chimi, 2-chimidi? 2-o'rin. 2-chi, bronza 3-chi. Bunisi-chi? Bu oltin. Qozog'istonda Astonada bo'lib o'tgan musobaqada chempion bo'lganman. Bunisi-chi, bu birinchisi. Bu Dubayda. 2020 Osiyo chempionati. Nechinchi o'rin bu? Kumush medal sohibi bo'lganman. 2-o'rin. Bu esa o'sha oltin medal. Kechagi Osiyo chempionatida. Yetti Aziyada. Endi birinchi chiqqan jangingiz bilan hozirgi chiqqan jangingiz o'rtasida qancha farq bor? Anchagina farq bor. O'sha joyini qisqacha aytib bersangiz. Chunki odam birinchi chiqqanda qanaqadir menimcha juda ham oddiyroq, keyin asosda professionallashib boraveradi. Masalan, boshida chiqqanda hamma narsaga e'tibor qiladi. Shunaqa bo'lganmisiz-da? Birinchi chiqqan jangimizda vobshem boshqacha bo'lardi. Qanaqa masalan? Murabbiylarimiz xatolarimizni tushuntirib, endi yosh bola bo'lganmiz, hayajon bo'lardi. Jang tezroq tugasin deb hayajon bo'lardi, lekin anchagina. Lekin hozirga nisbatan uni hayajon o'rganib ketganmiz, uni hayajon degan narsa yo'q. Chiqishimizdan oldin trenerimiz duo qilib, omad qilib chiqarib yuborishadi. Biz ringda jang qilamiz. Hozir necha yoshsiz? Hozir 16 yoshman. 16 yoshsiz. Endi o'zingizning ukalaringizga, tengqurlaringizga nima maslahat berasiz? Mana shunday chempion bo'lishlari uchun nimalar qilish kerak? Qisqacha aytib o'tsangiz. Va asosan chempion bo'lish uchun har qanday sportda ham birinchi o'rinda tartib kerak. Tartib bo'lsa, rejim bo'lsa, hammasi o'ylagandek asosda ketaveradi. Avvalambor ertalab trenirovka vaqtida qilish kerak, vaqtida ovqatini yeyish kerak, vaqtida uxlash, dam olishni bilish kerak. Tartib bo'lsa, o'shandagina sportchi deb ataladi. Chempionlar qanaqa ovqat yeydi o'zi? Chempionlar har xil. Asosan bizda vес tashlash ko'proq bo'ladi. Vес tashlash ko'proq bo'ladi. Shu DT Aziyaga biz 4,5 kilo vес tashladik 54 ga. Hozir bo'yingiz necha kilogramm necha? 54 da urishdik. Bo'yim 1.75. 1.75, 4,5 kilo vazn tashladik. Qiyin bo'ldi. Vladivostokda 27-sanada bordik. Finalgacha faqat zavtrak qildim bir kunda. O'shan obed men yeganim yo'q. Beshlash qiyin bo'ldi, kuchim bo'lmadi. Lekin bunga qaramasdan biz O'zbekistonda tashkil bildiramiz. Vес tashlash eng qiyin jarayon bo'ladi. Vес tashlash qiyin, ushlab turish undan ham qiyin bo'ladi. Nima ham derdik? Vaqt oliy hakam. Xursandman siz uchun birinchi o'rinda ham o'zimiz vatanimizni qaysi mana bayrog'ini ko'tardingiz. Buning uchun alohida xursandmiz. Rahmat. Kelajakdagi ishlaringizga rivojlar tilab qolamiz. Gavhar opa sizga ham. Xudo xolasa bu boshlanishi bo'lib qolsin bu yutuqlarni.
keyingi mana shunaqa chiroyli suhbatimiz faqatgina chempion bo'lganda chempionligini bir bahslashib, mana shu chempion qanaqa bo'ldi, chempionga qanday erishdingiz, sirlarini ayting deb suhbat olish nasib qilsin. Xudo xohlasa, rahmat. Bugungi suhbatimiz shu yerda o'z yakuniga yetadi. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat kelganlaringiz uchun. Rahmat sizlarga. Sizlarga Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.